oqayiq.uz super portal. Bugun hammani ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Maktab yillari o'tdi birin-ketin, kimdir yoriga izhor qildi sevgisin. Bu yil ularga Xudoyim bersin baxtin, ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 oqayiq.uz super portal. oqayiq.uz super portal. Qara maktabni ham bitiramiz. Shuncha yildan beri senga bitta narsani aytgim keladi. Nima ekan edi? Nima desam ekan? Shahnoz bilasanmi? Yaxshisi shu o'zing o'qib olgin. Rustam, men seni juda ham hurmat qilaman. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Maktab yillari o'tdi birin-ketin, kimdir yoriga izhor qildi sevgisin. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim,
ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, Eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Oqayiq.uz Superportal. Oqayiq.uz Superportal. Birinchi bor senga qo'yganda qadam, bola edim hali sho'x judayam yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan, endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, estaliklarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim. DJ Anonim. So'nggi bor bu yo'laklaringdan yurib, yodga oldim o'tgan bir necha yilni. Biroz bo'lsa-da shu damlarga qaytib, his qildim men o'sha beg'uborlikni. Qalbimda hayajon, yurakda afsus, bu so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi tanaffus. Unutmoq qiyindir, o'chmas xotira, seni tark etaman, oq yo'l tilar. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim, oldinda ko'p orzularim.
Суперпортал. Mehringiz nuridan bahramand yoshlar, yurakdan sizga aylaymiz salom, ta'zim aylab deymiz. Salom assalom. Assalom yaxshilar, qutlug' qadamchilar, shodlik to'la ko'ngillar, opalar va singillar, uzun qisqa og'alar, amaki-yu tog'alar, ammajonlar, xolajonlar, ham shunday bolajonlar. Xullas kalom kuylab turgan bo'lsa kim, hammangizga deymiz assalomu alaykum. Assalomu alaykum munis va mehribon qalbidan ilm gavharini tizgan mehri daryo ustozlar. Assalomu alaykum bugun yuragi ham quvonch ham shodlik bilan to'lgan, orzular qanotida uchayotgan quvnoq bitiruvchilar va farzandi quvonchiga sherik bo'lish uchun kelgan hurmatli ota-onalar. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Assalom ona yurt tonglar o'lkasi, tarixi tavsifining yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi.
Tinchlik bayrami do'stlar, ham to'lmasin dillarga biroq, kuzatgali sizlarni xandon, jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. O qandayin beg'ubor ovoz, orom berar bu dam, zo'r tilagin sizga qo'ng'iroq, bildiradi olis yo'llar. Endigi navbatni maktabimiz direktori Gaimov Bahrom domlaga so'z navbatini davramizda ochib berish uchun taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, ota-onalar hamda ustozlar. Mana bugun so'nggi qo'ng'iroq butun O'zbekiston bo'yicha o'tilyapti. Shu 11-ni bitirib ketayotgan yoshlarimizga, endi yangi hayotga qadam qo'ygan yoshlarimizga ulkan zafarlar tilab qolaman. Nasib bo'lsa O'zbekistonni bayrog'ini yuqori ko'taradigan yosh yigit-qizlar yetishishiga tilakdoshman. Hamisha omadli, baxtli kunlari ko'p bo'lsin. Hammani bugungi so'nggi qo'ng'iroq bilan tabriklayman. Bugungi davrani ochiq deb e'lon qilaman. Ko'p yillardan beri men shu 29-o'rta ta'lim maktabida faoliyat yuritib kelayotgan rahbar xodimlar bor. O'sha rahbar xodimlarning bo'lim mudiri Sirojiddin Adnayev tomonidan tashakkurlar bilan tabriklangan. Hozir 29-o'rta ta'lim maktabining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari To'rayev Jo'rabek Ko'charovichni 2023-2024 o'quv yil ta'lim tarbiya ishlari tizimida fidokorona mehnati uchun Jarqon tumani bo'lim boshlig'i Sirojiddin Adnayev tashakkurnomalarni tabriklaydi. Marhamat Jo'rabek aka. Maktabimizda ma'naviy ma'rifiy sho'rcha direktor o'rinbosari faoliyat yuritib kelayotgan Murzayev Nuroli Ahmedovichni Jarqon tumani maktab ta'lim bo'limi mudiri Sirojiddin Adnayev tabriklaydi. Bundan keyingi ishlariga rivojlar tilab qoladi. Marhamat Murzayev Nuroli. Hozir so'zni xalq ta'lim bo'limi tomonidan kelgan mehmonimiz Jahongir aka beramiz. Xolmurzayev Jahongir aka, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli jamoat. Mana bugun bitiruvchilarni oqshomida kelgan ekanmiz. Hammalarining ishlariga omad tilaymiz. Kelajakda bundan-da zo'r bo'lib, o'qishlarga kirib, ota-onalaringni yuzini yorug' qilish nasib qilsin hammalaringga. Yana bitta narsa o'qib berishlarga Surxondaryo viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi hurmatli Gaimov Bahrom Ko'chkildiyevich, sizni 2023-2024-yilda ta'lim tarbiya ishlari tizimida fidokorona mehnatingiz hamda yosh avlodni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashdagi xizmatlaringiz uchun Surxondaryo viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Bahorning eng go'zal kunlari sizga, quyoshning yorug' nurlari sizga, umrning eng baxtli yillari sizga, biz uchun doimo azizsiz ustoz. Mehrla so'zlagan so'zingiz go'zal, quvonchi porlagan yuzingiz go'zal, bizga bilim bergan o'zingiz go'zal, biz uchun doimo azizsiz ustoz. Endigi navbatimizni 11-A sinf tomonidan tayyorlangan sinfdoshlar qo'shig'iga beramiz. Marhamat 11-chi.
Joyingga turib tur. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz maktablarini bitiruvchilari o'g'il-qizlariga tabrigi. Qadrli farzandlarim, bugun o'z bilim va iste'dodi, kuch-g'ayratini yangi O'zbekiston bunyodkori jonajon yurtimizga munosib farzand bo'lishdek ezgu maqsadga baxsh etgan, bel bog'lagan sizlar kabi navqiron yoshlarni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatganingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Aziz o'g'il-qizlarim, sizlar jonajon vatanimiz shonli tarixining bir qismi, o'z madaniyati va an'analarini asrlar davomida asrab-avaylab kelayotgan buyuk xalqning dilbandlari, yangi O'zbekistonning umidi va tayanchi hisoblanasiz. Yana bir bora ta'kidlab aytmoqchimanki, davlatimizning ertangi taqdiri, uning ravnaqi va taraqqiyoti sizlarning qo'lingizdadir, deb prezidentimiz barcha bitiruvchilarni samimiy tabriklagan. Marhamat, endi 11-sinfning sinfdoshlar qo'shig'iga kelsak. Olqishlab turamiz. Eslaysanmi Faridam, sochlaringdan tortganim, hali hanuz yodimda, qorlar otib qochganim. Yodimda o'sha damlar, birga qilgan sho'xliklar, bizdan tinchlik yo'q edi, ezoliydi ustozlar. So'nggi qo'ng'iroq, yuragimda titroq, xayr bolaligim, bu so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq, yuragimda titroq, xayr bolaligim, bu so'nggi qo'ng'iroq. Bugun so'nggi bor, yangraydi qo'ng'iroq, charanglamas takror, bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan tushmas bir zum, maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman, birinchi muhabbatim. So'nggi qo'ng'iroq, yuragimda titroq, xayr bolaligim, bu so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq, yuragimda titroq, xayr bolaligim, bu so'nggi qo'ng'iroq. Ko'ngling zilol suvdek oqib ketadi. Tanangga halolar yoqib ketadi. Quyosh ham havasla boqib ketadi. Yo'lingda muallim, ustoz uchrasa, ezgu ozuronda ko'nglingni sof tut. Qayerda bo'lsang ham yaxshilarni kut. Ustozga ta'zim qil, g'amlarni unut. Yo'lingda muallim, ustoz uchrasa. Endigi navbatimizni 11-B sinf tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishiga musiqiy raqsga beramiz. Marhamat. 11-B sinf. Senga bitta narsani aytgim keladi. Nima ekan? Nima desam? Olqishlab turamiz. Shahnoz bilasanmi? Yaxshisi shu o'zing o'qib olgin. Mana bugun hammaning ko'zida yosh,
ko'char bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh,
Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Bugun maktab ostonasini xatlab so'nggi bor. 11 yillik bolalikka yasaysiz yakun, endi hayot darsxonangiz bo'lar. Maktabda chalinadi oxirgi qo'ng'iroq bu kun. Bilmam balki joningizga tekkan bu jarang, balki bezor bo'lgandir siz darslardan hatto, balki ustoz qilgandir asabingiz tarang. Lek o'tgan maktab davrini unutmang aslo, balki oson bo'lmagandir 11 yil kutmoq. Bekor sarf bo'lmagandir 11 yil umr, oson bo'lmas ustozlarni etagin tutmoq. Barchasini o'zgashti bor, qilingiz sabr. Endigi navbatimizni 11-A sinf tomonidan Illoyman qo'shig'iga bersak, marhamat. 11-A sinf. Balki sizga unut bo'lgan, eslaysiz balki shu dargohga qadam qo'ygan qizaloq, yo bolakay edingiz, quvonchga to'lib kutgan edilaringiz chalinishini ilk qo'ng'iroq. Alifboni tanimagan sofdil qizaloq, katta bo'lib onasiga berar maslahat, darsdan qochib bezor qilgan shalpon quloq, bugun endi o'zimizga qilar nasihat. 11 yilda 11 mingta tashvish, sarguzashtlar xotiradan ketmaydi albat. Sinfdoshlik bog'ichra ochildi do'stlik, kimlarga nasib bo'ldi sof bir muhabbat. Hayat buncha farkli, suv kabi oqar.
kimga men yana yalla yalla yaloyiman, yana kimga men yana balla balla baloyiman, elimni yerga qizi illa illa guloyiman, dalli dalli dil ila dillararo diloyiman. Kundalikka qo'yilmaydi ikki baholar, biling endi xatolarni kechirmas zamon. Sinfdoshlar bo'lolmaysiz endi partadosh, endi sirdosh bo'lolmaysiz. Unutmang biroq, do'stlaringiz bir umrga bo'lar yelkadosh. Do'stlik uchun chalinmaydi so'nggi qo'ng'iroq. Endigi navbatni 11-B sinfning tayyorlab kelgan raqsiga beramiz. Marhamat 11-B sinf. Yağan yağışlar derdi beni avutmadı, esen küleyler gözyaşımı kurutmadı. Ben unut dedim, ürey seni unutmadı ya. Güneş doğanda keber kapma konar gelir, akşam olanda mesafeler uzal gelir, geceleri gizli içimden ağlamak gelir ya. Söyle köle sensize, gücümde yoktur dözece ya. Gel gel gel, gel aşıkın kör halını, yollarda gözleyir senin yolunu. İnsansız söylemeyen sevgi bu ya. İnsafsız Allah'ın insan bu kadar her şeysidir. Affedeceksen bu kadar söyle dözer mi? İntizara can bu kadar ya. Bu eşk alınmaz, bende sevgi sende durur, gülüne sığmaz. Hem mehabbet hem de durur, seven de insan durur bir kenarda durur ya. Sensize gücümde yoktur dözecek ya. Gel gel gel, gel aşıkın kör halını, yollarda gözleyir senin yolunu. İnsafsız söylemeyen sevgi bu mu ya. Hasretle paramparça olduğuna gelmedi. Hardasın söyle güne sensize, gücümde yoktur dözecek ya. Gel gel gel, gel aşıkın kör halını, yollarda gözleyir senin yolunu. İnsafsız söylemeyen sevgi bu mu ya. Sinf bitiruvchilarining onalarini davramizda kutib qolamiz. Marhamat. 11-sinf bitiruvchilarini onalarini marhamat davraga taklif qilamiz.
joyingiz qachon ketishadi? Erta bo'lasiz? Yaxshi bo'ling. Qara, rasm tushiraman. Bo'ldi. Hozir maktabimizda namunali a'lo baholarga o'quvchilarni taqdirlash uchun faxriylarni tekkan bu jarang. Balki bezori bo'lgandirsiz darslardan hatto, balki ustoz qilgandir asabingiz tarang.
Lek o'tgan maktab davrini unutmang aslo, balki oson bo'lgandir 11 yil kutmoq. Begor sarf bo'lmagandir 11 yil umr, oson bo'lmas ustozlarni etagin tutmoq. Barchasining o'zgashti borib qilingiz sabr, balki sizga unut bo'lgan, eslaysiz balki. Shu dargohga qadam qo'ygan jajji qizaloq, yo bolakay edingiz, quvonchga to'lib kutgan edilaringiz chalinishini ilk bor qo'ng'iroq. Alifboni tanimagan softil qizaloq, katta bo'lib onasiga berar maslahat, darsdan qochib bezor qilgan shalpon quloq, bugun endi o'zimizga qilar nasihat. Hurmatli ota-onalar, assalomu alaykum avvalambor. Mana 2023-24 o'quv yilini namunali xulqi, odobi, axloqi, tadbirlarda faol ishtiroki, 5 baholarda o'qilganligi uchun maktab ma'muriyati tomonidan Surxondaryo viloyat Jarqon tuman maktabgacha va maktab ta'limiga qarashli 29-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-A sinf o'quvchisi Usmonova Ruxshona a'lo baholar va namunali xulqi uchun maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlanadi. Marhamat. Usmonova 1-A sinf. Birinchi A sinfdan Karamatov Akramali. Marhamat. Karamatov Akramali. Keyingisi Muzaffarov Burxon. Marhamat. Birinchi B sinf ekan Muzaffarov Burxon. Bormi? Sinf rahbarlar taqdim qiling, qaysiga berishni so'raymiz. Birinchi B sinf Hakimova Dilroz. Keling. Uchinchi sinf o'quvchisi Karamatov Akramali. Uchinchi sinf o'quvchisi Karamatov Akramali. Uchinchi sinf o'quvchisi Ahmedov Nurmuhammad. Uchinchi sinf o'quvchisi Ahmedov Nurmuhammad. Shuhratov Shahzodbek. Uchinchi sinf o'quvchisi Shuhratov Shahzodbek. 5-A sinf o'quvchisi Ahmedova Asal. 5-A sinf o'quvchisi Ahmedova Asal. Sal pasaytirib turing. Mana xabarlaring bormi yo'qmi? Xo'jaxon gruppasiga tayinlandi. Viloyatda